Bedun mübalağa aytsam ki şayet 100 payomdan ko'p meni o'zimda telefonimga nasl javorlar qo'yibdi. O'sha Hoji boboy ki sinni ketganda va javongina qizi ki bor uni bilan nomzod deganda janobi Mavlono nima uchun haqiqatni aytmaysizlar? Va hatto kumindahoy nihoyat rakik va pastki dar qiboli ulamolarga bitilgan olimlarda og'izlariga mo'ri sukut urilganlar boshqa mavzularga gapiradi. Nima uchun dar qiboli bugina qizni borasiga gapirmaydi? Olimga la'nat xudo bo'lsinki bu nikohi bu qizni o'qigan olimga anvo va aqsomga payomlar bizlarga qo'yilgan. Oxir do'stiga aziziki inog'abiz edi, unga men aytdim, inog'ajon agar tarqiboli shu izdivojga haqiqatda aytsam nasli javon xafa bo'lmaymi mendan? Ikki mavzuga xulosa bo'ladi. Agar nikosi ijboran, zulman, tahdid bilan qililgan bo'lsa, islom aziz chiki javonga bering shu shaklga qizni va chiki qarriga bering, ikkovining hukmi bir narsa, tur kitob osmoni ham qabul qilmaydi. Agar ikkinchi nuqtani aytaman, ikkinchi mavzusi qiz rizoyat bergan bo'lsa, valo men roziman, hech mushkulim yo'q. Shu Hoji boboy sarmoyador bilan men nima qilaman? Nikoh qilaman. Xalos degan maydon ochiqda, bunga ne tahdid qilishli vakor, ne tavhin qilishli vakor, ne tahqir qilishli vakor. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlari 50 ila 52 gada, Oysha Siddiqa onamiz bilan yoshlari 9 yoki 14 gacha muarrixlar bitiganda nikoh qiladilar. Bir olim sobit qila olmaydiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xususiyatidan bu deyilsa. Hasoisun Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kitob bor, tamom xususiyat muborak o'rga bitilganda. Hadafim shuki, shu yoshi ketgan pillasiga javon qizni olishlik xususiyat Rasuli Xudo emas. Ya'ni ijozat berilgan to qomi qiyomatgacha rizoyati ikki tarafayn bo'lsin, hech mushkil sharisi yo'q. Nima qilasiz buni ta'did qilib o'ldiraman. Uchinchi mavzuga ishora qilaman, asli gap buni ustiga. Qoharda fayomi bor menga. Yoshi 22 gada, muqobil 48 gada. Faqat bir masala shar'isini so'radiki bor, shuni bilan izdivoj qilishligini. Men aytdim, Qoharjon, yoshingki javondi, nima uchun bu kishi bilan? Aytdi, nasli javonni xiyonatidan bizda bir o'z xasta bo'lganmiz. Xafa bo'lmang. 15 yil bo'libdi Turkiya va Eron, Olmon, Suisga bacha 15 yildan beri banomi nomzodlik qizgina bechora qarrigan. Majburdik vaqtiki javon bunday shaklga xiyonat qilsa, bir sinni ketgan bilan nima qiladi? Rozi bo'ladiki va buni bilan izdivoj qilsa va nomzodlik qilsa. Kecha 1 baja kechagacha 12 baja shabgacha yakkagina o'toq tinasiga qo'yilgan, lahza ba lahza muntazirdiki bu landag'ar qayerdan keladi deb, ammo hanuz xabari yo'q, meyla va chayla va qayla va ayni hol gashtaki bilan masrufda. Agar zang urgiday bo'lsam, bechorani onasidan tutib kulli nasl zurriyasini tikka qiladiki, "Valo sen men qo'ymaysan-ki rafolarim bilan zindalik qilsam. Nasli javon inog'alarim xafa bo'lmaylar. Yaxshilarning tarafi devorda, valla haqiqatdir bu narsa." To 12 bajagacha tozagina o'yiga olib berilgan qiz yig'lab yotadi, hech kim ham yo'q, qaynona va qaynotasini ham borib o'yg'ota olmaydi. Mana bu xiyonatingizni qo'lidan mumkin qizlar bo'lsa-ki bor, sinni balanga nima bo'lsa, rozi bo'lgidaymiz. Vallohi aziz otalarim, aziz nasl javonlar, ne nikoh ijboriga rizoyatim bor, ne difo qilaman zulmdan, ne kuf bo'lmagan pillasiga bor muncha marotibiki sinni ketib qolgan taqriban nevarasicha shugina qizgina bundan difo qilayotgan bo'lsam, bu emas. Valla haqiqatdiki javonga aytdim, payomga ham eshitasamki bor, meni haqiqat aytsam, javonlarimiz o'ziga muhtoj bo'lishlik kerak. Zarba yegan, ruhiyasi urilgan, javonlikni buni oyog'ini tagiga pido qilgan, ammo muqobil ehsos qilmagan, xiyonat qilgan, oldimga to'xtab zang uradi deydi boshqa begonalar bilan, darholiki meni ketirganiga 1 oy bo'lgani yo'q o'yiga. Bu har lahzasi o'ladi. Tadrijiy o'ldirmoqli bir qizdi darvoqe. Mana bu xiyonatlarimiz aziz nasli javonlar, aziz inog'alar sabab bo'ladiki bor bizlarning xohlarimiz o'zidan yoshi balanga nima bo'lsa, rozi bo'lgay.